Cahankezdi şair Muhammed Sıdık Zəlili. Şairimiz Zəlili yazganda g'azal dastan. Debtu vatan namini Qaraxon mulki Türkistan. Yaproqlarni quritup tökkan bilan zimiston. Qaraxon mulki Türkistan mengu bizning Güliston. Gumanizmchi şair ve peylasop Muhammed Sıdık Zəlili taxminan Hicriye 1087 yılı yani miladiye 1676 yılı Atiyazda Seydiye xalqının paytaxtı Yerkende tug'ilib 1754 yılı Xotanda vafot bo'lgan. Onun Hicriye 1131 yılı miladiye 1719 yılı yazgan Səpərnamə namlıq əsri bilən Hicriye 1155 yılı, miladiye 1742 yılı yazgan Təzkirəyi Xoca Muhammed Şerif Buzurkuvar namlıq əsrdəki qimmatlik məlumatlarga asaslanğanda Muhammed Sıdık Zəlili təxminən Hicriye 1087 yılı və 1091 yılları yani miladiye 1676 yılları ve 1680 yılları arasında Seydiye xalqının paytaxtı Yerkende Namrat bir Uyghur ailesi de dünyaya kelgan. Yani bazı Türkçe mənbəlerde onun Hicriye 1083 yılı yani 1672 yılı Sultan İsmail Han devirde Yerkende dünyaya kelganligi eskertilgan. Tevfi imam etkali ketti bu Zəlil, Yarkent içide neylesun Ebu zemini yok. Digen mısralarga asaslanğanda Zəlili Yarkent'te kembeğel ailede tuğulgan, Cahankezdi şair idi. Zəlili ta ki 30 yaşqa kirgüçe ailesinden başlap ta ki Yerkent'deki xanlık medresege kadar bolgan barlıq o'qishini tugutib bo'lgan. U Yerkendagi madraslarda yetarlik bilim olgandan keyin Qashqar, Xotan, Oqsu, Kuchar, Turpan va Qumullarni to'p-to'g'ri 40 yildak aylanib chiqqan. U yerim asrdak vaqt ichida hamma Uyg'ur yurtlarida bir mezgildan yashab boqqandan keyin 1745 yillari, ya'ni 55 yoshga kirganda Yerkendagi onasini Şehidani Xotan'ga aldırıp kelip ömür boyu Xotan'da o'ltiraqlashib qolgan. U öz ömrida Divani Zəlili namlıq toplamni 1719 yıl yazılgan Səpərnamə namlıq 1400 beyitlik dastanını 1736 yıl yazılgan Təzkirəyi Çiltən namlıq 565 beyitlik rivayetini 1742 yıl yazılgan Təzkirəyi Xoca Muhammed Şerif qatarlıq bir qism dinni məzmunğa ega tarixi təzkirə əsərlərini yazgan. Zəlili şeirləri yuqori falsafaviy qimmatga ega bo'lganlikdan uning eng sarxil 94 misra she'ri 12 muqamga tanlab kirgizilgan. Biz uning yuqorqi bir qism əsərlərindən uning nuqul shoirlar emas, balki muzikant ve usta kuychi ekanligini bilalaymiz. Tilining fasohatligi, so'zining go'zalligi, fikrining cho'nqurligi, o'xshatishlarining chiroyliligi bilan o'ziga xos yangicha uslub yaratgan Cahankezdi shoir Muhammed Sıdık Zəlili 18 asrning oldingi yarmidagi Uyg'ur adabiyotining nopozliq ve asosliq namoyandalaridan biri bo'lib, Səpərnamə namlıq dastani onun vekil karakterlik əsridir. Abdur Səpərnaməsində çarek əsrlik səpər jarayonida his qilgan hikmetlerini qısqacha bayon qilib mundaq degan. Səpərdə 5 payda var. Özünü yenilig'ili bo'ladi. Nazar doirasini kengaytgili bo'ladi. Ulug' arzu armonlarga yetkili bo'ladi. Tushkunlikdan qutulg'ili bo'ladi. Rashk, hasad va xunparlik qoplagan muhitdan yiroq turib sağlam turg'ili bo'ladi. Undaqda 30 yoshlik rasa qironiga yetgan Zəlilini o'z yurtidan chiqib ketishga va oshiqlarcha ruh bilan 40 yilga so'zilgan eg'ir marafonchi safarga chiqishiga turtki bo'lgan omil zodi nima edi? U bu haqda o'z g'azallarida uchur berib,
elning vayron bo'lganligi, xalqning namratlashib, hatto o'zi oshiq bo'lgan qizning vasiylarining uni bek namrat ko'rib, qizini berishdan yaltayganligidan shapi bergan. Shundoq bo'lganda, Oppoq xo'ja o'ltirilgandan keyingi Qashqar va Yorkent vaziyati qandoq edi? Bu vaqtdagi tarixiy uchurlar bizga ba'zi sirlarni yechib beralaydi. Oppoq xo'ja 1694-yili 2-oyning 5-ida Yakan shahrida Xo'ja Isoqning Isoqiya sulki tarafdorlari tarafidan zaharlanib o'ltirilgandan keyin shu yili 9-oyning 25-kuni juma Saidiya xonligining taxtiga Oppoq xo'janing ayoli Maliki Muhtaram xonim chiqqan va 6 oyning ichida so'pi ishonlarni yo'qotish harakati natijasida 20 mingdan ko'proq ozg'un murtlarni o'ltirgashga Jallod xonim deb atalgan. Lekin xonim podshoh deb atalgan bu ayol podshohmi 1695-yili Arafat kuni oqshimi, ya'ni 7-oyning 22-kuni Qurbon hayit kechasi dolanliq so'pilar tarafidan pichoqlab o'ltirilgan. Uningdan keyin Muhammad Amin Bahodir xonning cho'ng o'g'li Muhammad Mo'min xon va Abdurishid xon Aqbosh sultonning cho'ng o'g'li Sultan Ahmad xonlar kayni-kaynidan taxtga chiqib, Hijriya 1101-yili Muharram oyidan toki 1117-yili Ramzon oyigacha, ya'ni 1695-yildan 1705-yili 12-oygacha to'p-to'g'ri 10 yil hukm surib, 1705-yili 12-oyning o'ttirlarida G'aldonning jiyani Svan Arabton boshchiligidagi Jo'ng'ar qalmoqlarining qattiq hujumi bilan yo'qotilgan. Demak, Saidiya xonligi 1514-yildan 1705-yilgacha to'p-to'g'ri 191 yil hukm surib, ondan paydin-pay tarix sahnasidan yo'qolgan. Yuqorqi tarixiy uchurlardan biz Zalilining nima uchun 1706-yili poytaxt Yakandan chiqib ketib 40 yillik musofirlik hayotiga qadam qo'yganligining siyosiy sababini bilalaymiz. Ijtimoiy va xususiy sababni avtor o'zi ochiq bayon qilgan bo'lib, elning och-yalang'och va xor bo'lishining sababi yanada 1705-yili Uyg'urlarning saltanatining butunlay zavol tepishi edi. Muhammad Sidiq Zalili o'z inisi Muhammad Imin Dalili va Molla G'azal taxallusidagi yana bir hamrohini billa agashtirib 1706-yildan 1745-yilgacha bo'lgan 40 yil ichida tartib bo'yicha Otush, Mahshat, Qashqar, Xotan, Ardavil, Oqsu, Kucha, Qorishahar, hatto Turpan bilan Qumullargacha kezib chiqib, har bir yurtda 2-3 yildan turib kelib, har yurtdagi mazarlarda yetib qopib yurib, 50 yillik ijodiyat hayotining mutlaq ko'p qismini mazardagi o'liklar bilan sirdishish va g'oyiviy muhabbat ilhomi bilan o'tkazgan. Muhammad Sidiq Zalili jahon kezayotgan musofirlik kunlarida Al-Fattah Xo'jam mazrida Alloma Navbati bilan uchrashib qolgan edi. Shu qitimqi uchrashish natijasida har ikki taraf xat aloqasi qilishib turgan. Zalili mu hayotining oxirgi 9 yilini Navbatining ta'siri bilan Xotanda o'tkazgan. Muhammad Sidiq Zalili Hijriya 1168-yili Ashura kuni, milodiya 1754-yili 10-oyning eng oxirgi juma kuni Xotan shahrida vafot bo'lgan va shu kuni jumadan keyin Xotan shahridagi hozirgi Sultonliqim mahallasidagi Has Sulton Oltunliqim mazriga dafn qilingan. Marhum olim toki 2018-yili mazkur mazar tuzilib etilganga qadar Xotan xalqi ichida Muhammad Sidiq Yorkandi xalpim mazri nomida yod etilib va ziyorat qilinib kelingan edi. Uning asarlarida ilgari surilgan va izchil qattiq ta'kidlangan vatanparvarlik, xalqparvarlik va adolat ilham butun insoniyat bo'libmi uning millati talmirayotgan orzu petib turmoqda.